Psixologik bosim ostidaman. Har yili bir xil ssenariy. Bo'ldi endi yetar. Nega faqat qo'ylar? Bu qirg'in. Nega sigirlar emas? Nega tuyalar emas? Qurbonlikka so'yiladigan jonivorlarni masxaralaydigan surat yoki bir o'sha izohda latifa yoki yozuvlarni tarqatishdan Allohdan qo'rqing, ehtiyot bo'ling. Zero qurbonlik bilib qo'yingki, bu masxara qiladigan ish emas. Qurbonlik hazil mutoyiba emas. Allohning dini ana shunday kulgu qilinadigan, latifa qilinadigan narsa emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda astagfirullah va ma huwa bil hazl, bu din hazil emas deyapti. Birodarlar, ehtiyot bo'laylik. Ko'zimizni ochaylik. Akalar, opalar, singillar, farzandlarimiz, qadrdon do'stlarimiz, iymondosh vatandoshlarimiz, barcha mo'min musulmonlar ogoh bo'lishimiz kerakki, qurbonlik Alloh taoloning shiorlaridan eng buyuk shioridir.